Xullas kalom birinchi oyga chiqqan Yuriy Gagarin. Saturnman, o'zga sayyorlikman, o'zga dunyosi bo'lgan. Meniki. Birinchi chiqqan raketalar meniki. Yuriy Gagarin birinchi oyga qadam qo'ygan. Yuriy Gagarin oydan turib yerga tomosha qilgan. Do'stlar, men fikrlayman-da, o'zimda dunyoim bor, o'zimda fikrlashim bor, o'zimda dunyoqarashim bor. Aniq bilaman, bu butun planetada biza yer yuzida yashayotgan yolg'iz jonzotlar emas biza. Bizadan boshqa planetalarda bizaga o'xshagan jonzotlar albatta bor. Ular yashayapti. Shuning uchun meni ko'p so'kmanglar. Qarindoshlarimga aytib beraman, mazalangiz qochib qo'ygan. Hammasi hazilchiganlar. Sizlar fikrlaringizcha qanaqa? Rostdan ham o'zga sayyorliklar bormi? Nima deb o'ylaysizlar? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Men esa Saturn sayyorasiga ketyapman. Xayr hammaga. Paka.